Assalomu alaykum девчонки. Bugun men sizlarga meni mini kolleksiyamni ko'rsatmoqchiman. Duki kolleksiyamni. Bu yerda har xil dukilar, bu yerda har xil probniklar, tana uchun har xil moylar va bu yerda ham probniklar va bir donagina sprey bor. Bu yerda dukilardan boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda albatta Miss Dior. Buni bahorda sepishga juda ham yaxshi. Bu blooming buket varianti. Har xil gullar, atirgullar, shunday svetочкаларni qilib keladi. Bu yerda esa Kiliandan Good Girl Gone Bad. Buni men когда sepishni yaxshi ko'raman, bahor bo'lgan vaqtida. Bundan ham har xil fialkani qilib keladi. Fialka gullar. Bu ham цветочный аромат. Bu yerda Ganimet va Tilia. Ganimetni ko'proq kuz vaqtida kostyumlar bilan sepishga, prям ofisniy kostyumlar bilan juda ham zo'r ketadi. Hidi ham menga juda ham yoqadi. Hamma уже strom deyapti, no, men kechib qo'ydim. Bu yerda esa Tilia. Buni ko'proq menimcha qishda sepgan bo'lar edim. Bilasizmi, bundan nima qilib keladi? Asalni qilib keladi. Shu darajada prям как будто ustiylardan asal qo'yishgandek. Bu hamma kolleksiyamni bugun уже bu oy avgust bo'lgan bo'lsa, 7 oyning ichida yig'ganman. Deyarli 10 dan oshiq duki va probniklar где-то 20 tadan oshiq bo'lishi kerak adashmasam. Va bu yerda ikki xil Coco Chanel. Bittasi shunaqangi Coco Mademoiselle Chanel. Bunisi Eau de Parfum varianti. Bu ham. Bu shunchaki как сказать, shunaqangi idishlar bo'lgani uchun bemalol olib yurishga oson. Va bu TikTokda ko'rganim arabskiy duki Latafa firmasidan Yara. Menga unchalik yoqmadi. Inogda partaga sepib qo'yishga или uyni havosiga sepib qo'yishga bo'ladi normalno, no, o'zimga ishlatmagan bo'lardim. Juda ham pudrani qilib keladi, prям bilasizlarmi? Sizlar vaqtidagi pudralar bor, o'shalarni qilib keladi. Menga вообще yoqmadi bunaqada. Undan keyin esa Moschino. Bu ayni свежий variant. Bemalol yozga juda ham yaxshi. Endi свежий stirniy bilyonlar bo'ladi-ku, o'shalarni qilib keladi. Va bu yerda afsalarimdan ikki xil parfum, bittasi soch uchun, bittasi oddiy parfum variantida. Bu klassik varianti emas. Bu ham цветочный varianti. Bunisi esa Heo Mist. Soch uchun buning ichida spirti yo'q, har xil efirli masalalardan tayyorlangan afsonalardan dukisi. Bu ham цветочный aromat. Bundan keyin esa menda novinka, replika firmasini, buni Yaponiyadan olganman. Comfortga qo'shib, bu ham yozga juda ham yaxshi variant. Bu yerda esa Tom Ford Soleil Blanche, bu body oil. Lekin parfum qilib ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Shunday qilib parfumlar tugadi. Keyingi qismlarda probniklarni obzor qilaman. Endi ikkinchisi probniklarga. Bu yerda meni hamma probniklarim yo'q, hammasi emas, bu yerda ham bor. Bu yerda ikki xil Pradadan ikki xil probnik, Prada Paradox. Ikkalasi ham adashmasam цветочный aromatlar. Nimaga men probniklar olishni yaxshi ko'raman? Chunki ko'pincha ekvajomlarga, katta mollarga borishga ko'pinchalik vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun onlayn zakaz qilaman. Yoqqanini olib, test qilib, bir hafta davomida ishlatib ko'rib, menga yoqdi, yoqmadi deb turib, keyinchalik yoki sotib olishim kattasini yoki olmasligim mumkin. Prada afsuski menga ikkalasi ham yoqmadi, test qilib ko'rdim. Shuning uchun Pradadan duki olmaydigan bo'ldim. Bu yerda Coco Chanel, hamma buni strom deydi, yoshlarga bo'lmaydi deydi. No. Qish vaqtida
prям qor yog'gandan keyin, havo sovuq bo'lib turgan vaqtdan keyin sepishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun однозначно meni kolleksiyamda shuning uchun ikkita Coco Chanel bor. Jo Malone'dan 2 xil, Sea Salt va English Pear. Bu ikkalasi ham yozga свежий aromatlar. Mistiorning shunaqangi kichkina malinki varianti. Buni ham yaxshi ko'raman, shuning uchun kattasini olganman. Bu yoqda еще Coco Chanel. Qizig'i shundaki, buni ichiga zapravka sifatida qo'ysak bo'ladi. Это special varianti. Bu bundan уже chiqmaydi. Kolleksiya variantida. Menga buni 8-martga yana opamlar sovg'a qilgan edi. Har doimgidek yabloko barna. Va bu yerda yana Mistiorni shunchaki Eau Parfum klassik varianti bor. Bu ham menga yoqdi. No, lekin Diordan уже yangi duhi chiqqani sababli o'ylanib turibman, undan olaymi или klassik variantini olaymi deb. Bu yerda yana Burberrydan 3 xil set, shirt, Burberry shirt. Menga eng o'rtada turgan London Dream shunisi ko'proq yoqayapti va pushti rangi bilan bunisi unchalik emas. Qandaydir nokni hidi kelayotgandek. Bu ham to'g'ri цветочный aromat, no ko'proq свежесть variantiga. Menga esa aytganimdek, menimcha buni kattasini ham olaman. Va еще bu yoqdan Memo firmasidan shunaqangi probniklar, har birini istoriyasi ko'rsatilgan kitobcha variantida keldi. Bu menga sovg'aga, потому что 7 oyning ichida shuncha duki sotib olganimga sovg'a qilib turib jon olishgan Memo kompaniyasi. Menga bularning ichida yoqqani Malfa bo'ldi, qolgani u darajada emas, meni stilim emas, meniki emas. Probniklarimiz bu yerda tugadi. Keyingi videolarda opamlar bilan o'zimiz yaratgan dukilarni va tanaga ishlatilgan parfyumeriy moylar haqida obzor qilaman. Bu yerda tana uchun shunaqangi shimmer o'yinlar. Bu yerda Nux firmasidan 4 xil set. Menga eng yoqqani shunaqangi pushti ichida shimmer borlik varianti yoqdi. Hidi ja unchalik zo'r emas-ku, lekin tanani yaxshi namlantirdi. Shunaqangi chiroyli yaltirish effektini beradi. Bularning ikkitasi sariqlari sitrusovый hidi. Bularniki esa более женственный, более qizlarnikiga mos, цветочный aromatlarda. Va bu yerda menda oxirgisi qolgan Victoria's Secret'dan bir vanilla shimmer, vanilalik. Buni ham ancha ko'p ishlatganman. Yozda просто так sepib ketishga yoki bo'lmasa uyda cho'milib chiqqandan keyin sepishga normal variant. No, qanaqadir joylarga bo'lmaydi. Va eng oxirgisi opamlar dukilarni birga aralashtirib sepishni yaxshi ko'radilar. Va bu yerda o'zimiz qilgan dukilarimiz, buning ichida Yves Saint Laurent, Libra, Louis Vuitton, Jo Malone, Gucci'ni 2 xili, yo'q, 3 xili bor edi adashmasam. Chloe, hammasini rasmini qoldirman bu yerda. Hammasini aralashtirganimizda eng qizig'ini aytaymi bu dukini. Har soatda har xil dukini hidi keladi sizdan. Masalan, endi sepganingizda sizdan Gucci'ni hidi keladi. 2 soat o'tgandan keyin Yves Saint Laurent, Libra'ni hidi keladi. Yana o'tgandan keyin Jo Malone'ni hidi keladi. Bu men bilmayman, bu qanaqadir sehrga o'xshaydi. No, bu juda ham ta'riflash qiyin. Bunaqa duki hech kimda bo'lmaydi. Chunki qanaqa duki aralashtirganini ko'pchilik sezmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun однозначно da qizlar nima qilib ko'rishdan, har narsani aralashtirishdan, dukilaringizni aralashtirishdan qo'rqmanglar va har xil duki, har xil tanada boshqacha bo'lib turib ochilishi sababli sinab ko'ringlar. Sinovdan o'tgan однозначно like. Shu bilan meni mini kolleksiyam tugadi. Video foydali bo'ldi degan umidaman. Hammaga xayr-tishlanki.